أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر. Peşimnin vaqti chiqsa, asrning vaqti kirdi deydi. Alal ixtilof degani bir qarashda soy birasi bo'lsa dedi. Ya'ni bir qarashda soy ikkisi bo'lsa dedi. Shu ikkili qarashni ayrim hisoblsak, ikkili qarashda peşimning vaqti shunda chiqib ketgandikilam asrning vaqti kirdi deydi. Ve ahiru vaqtiha ma lam taghrub ash-shams. Asrning oxirgi vaqti kun patqanga qadar. Yani kun patmaganlan bo'lsa asrning vaqti. Patqandan keyin asrning vaqti ketdi. Ma lam taghrub ash-shams. O'shada quyosh to'liq bitishi, quyoshning to'qishi to'liq patsa demak. Mesela bunda nega zuqu tunagan. Bundan basam kun azroq chiqqan bo'lsa namoz o'qisa bo'lmaydi dedi-ku. Ma'noda kunning yerimi shunda patgan bo'lsa-mu, yerim doir qolgan bo'lsa-mu, sap-sariq asrning vaqti bor demakchi. To'liq bitib bo'lsa, unda asrning vaqti chiqdi demakchi. لقوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله. Kun petib ketganga qadar asr o'qiyolmay qo'ldan birib qo'ygan kishi xuddi oil tavobati, ya'ni balchaqlari, xotin balchaqlari va butun mol-mulkidan ayirib etilgan kishiga o'xshaydi dedi. Vetir degan taq degan ma'noda, vutira degan shunda yolg'iz qoldirilgan. Balchaqlarimi yo'q, uning mol-mulkimi yo'q, yolg'izlam qolib qolgan degan. Kur'an-ı Kerim'de وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Yani sizin emellerini kemaytib etmeydi degan ma'no. Yani aşında bir çoğun fazilatdan mahrum qoladi. Balchaqlardan, mol-mulkidan ayrilib qolsa qancha ziyon tortdi. Ziyonning og'ir bo'ldi degan. Ya'ni asr qo'ldan ketib qolsa, shunda og'ir ziyon bo'ladi demoqchi. Nima uchun? Nima asrda shunda dedi masalan, ya peshimda yoki shamda dedi. Yani asr to'g'riliq alohida fazilatni ta'kidlagan hadislar bor. Asrni ba'zi ulamolar as-salatul usta deb qaraydi. Hafizu alas-salavati was-salatul usta va qumu lillahi qanitin. Salatul usta asr degan qarash bor. Was-salatul usta deb alohida ta'kidlab qo'yishi buning fazilatini ko'rsatadi deydi. Yani bir rivoyatda man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Asr namazını o'qimay tashlatib qolsa, amallar bekor bo'lib ketadi. Sayyidis. Biz hozir sayyidisni ham tutmayapmiz. Ya ajizroq, ya bakrak ajizgan ekanmaymiz. Agar ma kitobda ajiz hadis kelib qolsa, bu ajiz. Lekin buning o'rniga ma sayyidis bor. Yoki yo'q, bu ajiz bo'lgan ekan, buning bilan olgan qarash, ya mushun asoslangan qarash ajiz deb tanqidlab qo'yamiz. Yani nima uchun shunda muhim? Masalan, farishtalar navbat ish turdigan. Farishtalar bomdod namozi bilan asr namozida ismini almashdi. Shunda va navbat almashdi. Masalan, bomdod tushganlar asrda chiqdigan. Yani yana kirganlar shu asrda jamiz. Asrni birga o'qiydi bular. Navbat almashgan farishtalar birga o'qiydi. Asrda chiqayotgandan keyin Alloh taolo bandaning ahvolini o'zi obdan bildigan turg'liq farishtalarni so'raydi. Bandalarimni qanday ahvolda qo'yib chiqqanlar desa, ular biz tushgan vaqtimizdami bomdodda shu jamoat bilan namoz o'qiyotgan keyin, hozir biz qaytishimizdami shu jamoat namoz o'qib unda qilib qoldi deydi. Endi nima uchun shu farishtalardan so'rab qo'ydi Alloh taolo? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Biz bunda seni ulug'lab, madillab ibodat turgan tursak, qon to'kadigan, buzg'unchilik qilgan yaratamlar degan bo'lg'achqa alg'a ko'rdingmi?
Aslında namaz okuydu bulunmamına. Dep ataytınımda so'rab qo'yg'ini balki endi Alloh alam shundan bo'lsa kerak. Bir hadisda dedigo bir jamoat o'tirib Alloh taoloni tasbih aytib, ulug'lab, zikr qilib o'tsa, ularga boshqa bir bilan kurashgili kelgan boshqalami billa o'tirib qoladi. Ya'ni farishtalar bilan so'rab qilib, keyin Alloh taolo huzuriga chiqqan chog'da Alloh taolo so'raydi, "Bandam nima ish qiladi?" degan sizni ulug'laydi, tasbih aytadi, istig'for aytib bunda qoldi. Lekin buning orasida u maqsad kelmagan boshqa bir sim borda, biz bilan kurashgili kelgan, ishni buzirgili kelgan desa, "Ashun billah, mag'firat qilatinglar, humul qawmul la yashqa jalisuhum." Shu chog'da Alloh taolo endi so'rab baqqan. Ya'ni ashunlar bir buni o'yla hikmat bilan yaratganman. Buni ismi shunda yomon yo'lda ma'laydigan turliq ibodat qilganlar bor degan ma'no. Yani bir hadisda men adraka sajdatan min salatil asr qabla an taghruba ash-shamsu falyutimma salatahu deb kelgan. Asr namozidan bir sajda qilib olsa, kun petishdan burun namozni davomlashtirsin. Bir sajda deganda shu bir rakat maqsadida. Bundan ekan asrning vaqti kunning to'qichi to'liq petib bo'lgan chog'da asr vaqti ketdi degan. مشاهدستا من فاتت العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وما له دقان مشاهدستا جعلها فائتة بالغروب كنن فتشلن وقتنا تشكتدغان قلده فدل أنه آخر وقتها شندا بوغاشقا بو حديث اش كن petishning o'zini oxirgi vaqt qildi. Kun patqandan keyin vaqt ketdi degan ma'noda. Keşif namazda tişkiler, esnaf namazda karşısında buna ihtilaf var diye yapıldığında da tüpsizde. Alal-ihtilaf diyenler. Ha şu, alal-ihtilaf degan, yuqorqi ixtilofni ko'z tutsaqmi, ikkili qarashda har biraylan hozir ham peshma vaqt ketdi desa, ketdi degan chog'da asl vaqt kirdi deydi. Lekin turdi o'qoqlarni Abu Yusuf rahimahulloh Muhammad rahimahulloh ikkisi acaba özünün sayesinde tam o vaxtda pişin vaxt çıxdı. Yəni ikkisi olğanda pişin vaxt çıxdı. Allah'ta bir vaxtın məqsədləri. Yo'q, Abu Yusuf Muhammad demide İmam Abu Hanifa'dan kelgan bir qarashda deyildi. Birasi olgan chaqda sahibenin adı, birasi olgan chaqda pişin vaxt çıxdı deydi. Shu chaqda asl vaqt kiramda kirdi deydi. Bunun tugdimi? Abu Hanifa ikkisi olgan chaqda pişin vaxt çıxdı deydi. Shu chaqda asl vaqt kirdi deydi. Bizlar qaytadan qarash shartda shu aralıqda boş vaqt yo'q deb qaraydi. Boş vaqt yo'q. Boş vaqt bor degan qarash İmam Abu Hanifaning ajiz rivoyatidan kelgan qarash. Va idza ghabat ash-shamsu dakhala vaqtul maghrib. Yani kun patish nama xuddi peshim vaqt ketgandek asl vaqt kirgandek, asl vaqt shunda chiqdi bilan shamning vaqt kirdi. Mesela ghabat ash-shams deganmi kun to'liq petib bo'lganda degan gap. Yani ghabat ash-shamsu بالكلية لرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس. تسقط الشمس يمش يكون ألتغندا دين ماندا كن بتقندا شامنن دسلك وقت دور ده ولا خلاف فيه شامنن دسلك وقت اختلاف yok. Peşimden vakti da dسلك وقت اختلاف bulmaganday. وآخره ما لم يغب الشفق. Şamның ahirki vaqti şafaq g'ayb bo'lguncha, shu g'ayb bo'lguncha desek. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam vaqtul maghribi ma lam yaghib ash-shafaq. Shafaq g'ayb bo'lguncha shamning vaqti. Shafaq shunda g'ayb bo'lsa shamning vaqti chiqdi degan bo'lgan. Endi hadisda shafaq deb atadi. Bu shafaqdan maqsad nima zodi? Buni ixtilofgan. Birinchi qarashda ash-shafaq البياض الذي يبقى بعد الحمرة kun patish nima shunda patgandan keyin ufqqa qarasak kun petish qarasak kun petib bo'lgancha shunda qizg'ish turdi. Qizg'ish bo'lgandan keyin u qizg'ishni yo'q qilgandan keyin bunda bir aqliq paydo bo'ldi. Bir yo'riqlikning misal. Ash aqliq shafaq deb birinchi qarash. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi. Va qala wal humra shagirdi shafaq degan qizillikni deymiz. Aqliq emas. Va huwa riwayatu Asad an Abi Hanifa. Musahibayning qarishi
İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh'den şagirti Esad ibn Amr rivayet qilgan qarash, yani o rivayet-i navadir, yani gayri zahir rivayet. Kedalike nuqila anil Halil ibn Ahmad al-Farahidi degan tilshunos olimdan shundoq naql qilingan. Yani shafaq degan shu qizillikdir. Biz Uyg'urchada shafaqni shu qizillik deymiz-ku. Wa an ibn Umar radhiyallohu anhuma kedalik. Musabidimmi shundoq rivoyat qilgan. Shafaq degan qizillikdir. وقال هو الحمرة تثنية مثنى وقال يعني الصاحبان undağını ken yani azı qara ish qildi shunami kun patgandan keyin qizillik bo'ldi qizillikdan keyin oq bo'ldimi qizillik bilan oqlikning orliqi shamning vaqtimi emasmi shuni atlab ikki qarashning farqi shu. Yani Abu Hanife rahmetullah aleyhinin delili kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ve ahiru vaktil mağribi idha sveddel ufuk. Şam'ın ahirki vakti ufuk qaraygancha debki. Ve an Sa'labin ennehul bayad. Sa'lab mu tilshunos ulamalıdan. Halil ibn Ahmad al-Humra diyen bilen Sa'lab al-Bayad dedi. Nağınki lugat alimleri tilshunoslar o'zaro ixtiloflashib qoldi, ikki xil qarash kelib qoldi. Sahoba kiramdan ikki xil qarash kelib qoldi. Wa huwa madhhab Abi Bakr wa Aisha wa Mu'adh radhiyallohu ta'ala anhum. Bu mushu sahobalarningki qarashlari edi. Va ikki tarafda sahobalarning qarashlari bor. Oq deganlar bor, qizil deganlar bor. Tilshunoslardan oq deganlar bor, qizil deganlar bor. Aslida mushu masalada muhtarda İmam Şafii'ga belgi qo'yish lozim edi. Shuning uchun İmam Şafii rahmetullohi alayhining nazarida shani vaqti bir qisqa. Yani bir kishi ta'riflab shirkat fikirga sunnatini qatsak masalan, bir shirkat o'quvga loyiq shu vaqt shu shani vaqti uni uzun emas deb turadi. Bu beklamamda tarqarash. İmam Şafii al-degan kitobda shunda degan. Gerçi shogirdlari sal so'zab kengaytirishgan bo'lsa-mu, lekin İmam Şafii'ning qarashi. Nima kitobda asli İmam Şafii'ninki ixtilof bo'lib qolsa, yozib qo'ydi-da. Fayz qildi. Niye yazmabdi? Ya mushu qizillik ya oqlik degan masalada bu shafaq deganni bo'la oqlik deb ashunda qaragan. Shunning qarashi demak. Shabildan ba'zilar shafaq deganni oqlik, ba'zilar qizillikdir. Tilshunoslikqa o'xshash shunda ikki bo'linib ketgan. Ha, mushu masalada qarashi demakchi. Ashunda ishiltidir. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. Şam'ның vaqti ketgandan keyin xuftanning vaqti kirdi. Bila xilaf. Bunda ixtilof yo'q ekan. Wa akhiruhu ma lam yatlu'al fajr. Xuftanning oxirgi vaqti tong otqicha. لقوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر. قال ووقت الوتر وقت العشاء. Yani vitrning vaqti shu bo'lsa, vitrning vaqti deyishda, yani bu mazhabda İmam Abu Hanife vitrni vojib deb qaraydi. Vojib bo'lganidan keyin farzlarning qatorida buning vaqtini bayon qilish lozim bo'ldi. Yani vitrning vaqti desa, vitrning vaqti xuftanning vaqti dal o'zi shu. Illa annahu ma'murun bi taqdim al-isha. Vaqti dal shu bo'lgan bilan banda nimaga buyurilgan? Xuftanni boshda o'qiysa, vitrni oqidan o'qiysa deb mushtartib bilan o'qishga buyurilgan. Va qala yana sohiban avval vaqtul vitri ba'da al-isha. Vitrning dastlabki vaqti xuftandan keyin. Yani xuftandan keyin qachon? 8 kishi xufta o'qigandan keyin. Undan keyin bu muhim bir vaqt yo'q, shu rezingida ekan. Soat 8 da o'qisa, shu chog'da vitrning vaqti kelgan bo'ldi. 10 da o'qisa, 10 da kelgan bo'ldi. 12 da o'qisa, 12 kelgan bo'ldi. Nima uchun desa, vitr xuftonga tava namoz dedi. Xuftonga tava bo'lgandan keyin xuddi masalan peshimning ishkirga sunnatini, oxirgi sunnatini qachon o'qiydi? Peshimning farzdan keyin desa, farzni qachon o'qisam, oxirdan ma tava namozni o'qiysa demakchi.
Çünkü sahibenin nazarda vitr sünnet. Ve ahiruhu ma lam yatlu'ul fajr. Sahibenin nazarda mı vitrning ahirgi vaqti tang atgan kadar. Ve hada al-ihtilafu bina'an ala ihtilafihim fi sifatiha. Bu şu meseledeki talaş-tartiş vitrning süptini bitti, hükmü nima, qanda namaz bu degan meseledeki talaş-tartishning ustiga qurilgan edi. Ashundan kelib chiqqan edi. Fa'indahu İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhining nazarida vitr vacib. Wal vaqtu idza jama'a salatayni vacibatayn fa huwa vaqtuhuma. Bir vaqt ikki namozni tang o'qilgan bo'lib qolsa, ikkili namozning vaqti bo'ldi. Bu Ebu Hanifening dalili mana. Wa in umira bi taqdimi ihdahuma, birisini birroq o'qiysa, birisini undan keyin o'qiysa deb buyurgan taqdirdimi, lekin ikkilisini shu vaqt ichida o'qiydigan bo'lsa, ikkilisining vaqti bo'ldi debdi. Kal vaqtiyati val faita. Mush kal vaqtiyati val faita degan mush dalil nima iborat? Hozir Abu Hanifening dalili mana bu. Jalqida kal vaqtiyati val faita dedi. Nima mush dalilning ismi? Qiyas. Al vaqtiya val faita qiyas qilib o'tdi. Vaqtiya degan hozir vaqti kirgan namoz. Faita degan vaqti ketgan namoz. Masalan, shamning vaqti ketdi. Shamni o'qiyapmiz shunami? Endi xuftaning vaqti kirdi. Xuftaning vaqtida sham bilan xuftanni o'qimoqchi. Ya'ni mush vaqtda ikkilisini o'qishing kerak desa, mush ikkisining vaqti shu. Masalan, bir uxlab qilib, shamni qo'ldan berib qo'yib, xuftan bo'lgan chaqda o'g'inibdi deydi. Shundan bu shamni qachon shu o'g'inganda o'qsang bo'ldi degan-ku. Manna an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Ya unutib qopti, yoki uxlab qolgan bo'lsa, uyg'ongan chaqda, esi kelgan chaqda o'qish kerakdir. Undan keyin shamni xuftan vaqti kirgan chaqda esiga oldi, yoki shu chaqda uyg'ondi. Qanday qildi? Shamni o'qib, xuftan o'qish shu vaqtda. Nima? Undan keyin o'sha vaqt hozir xuftan bilan shamning vaqti yetdi. Ikkisining vaqti. Boshda hozir vaqti kirganini boshda o'qiysa, yoki shamni burun o'qib, xuftandan keyin o'qiysa desimi, lekin ikkisi tan o'qigan vaqti bo'sha deydi. Bundan shamni masalan yana kechiktirib o'qishim bo'lar degan vaqtdan vaqt keldi. Uni ba'zi olimlar da xuftandan boshda o'qitib, undan keyin shamni o'qiysa deyish mumkin. Ba'zida shamni o'qiysa, undan keyin xuftan o'qish tartib bo'yicha deyish mumkin. Naf shu odam o'g'ilgan vaqti shu xuftandan keyin jamoat namozi o'qib beradigan bo'lsa, shunda bo'lsa, ba'zi ulamolar hech xuftanni o'qitadi. Undan keyin shamni o'qiydi. Ba'zida yo'q, xuftanga iqtido qilgan holatda bu o'zi sham deb nima qildi, o'zi sham o'qiydi. Bundan bas bo'ldi. bitirmaydilarda narsa bombat namoz vaqti. Bitirdim shu qazo qilish bor shu. Ba'zan keyin bakarak keyin o'qib qolsa, masalan, bombat namoz o'quvchi kun chiqdi. Shu kun chiqqandan keyin nezbuyi ko'tarilgandan keyin qazosini qildi. Yani vacib degan taqdirda shunda. Ya bombat o'qish ya vitr o'qish ikkisi qisqalsa, qisqa vaqt qolgan bo'lsa bombat o'qiymiz. Shunga bu farz. Vitrdan undan o'qilsa kun chiqib qoldimi? Nezbuyi ko'tarilgandan keyin undan. Hatta sunnat deb qaraganning qarshiligi sunnatni qazo qilish bor. Rasululloh shu Abdul Qays umiki kelgan chaqda aldirashlik qilib, peshining oxir ikirga sunnat o'qiyanmay, asrdan keyin qazosini qildi-ku. Sahabaning nazarida vitr sunnat desa, o'qiyanmay qolsa qazo qilish bor. Qazosini qilsa bo'ldi. Kal vaqtiyati val faita. Wa indahuma sahibaning nazarida vitr sunnat. Hiya sunnatun fayadkhulu waqtaha bil faragh min al fard. Davonkin farzni ado qilib bo'lgandan keyin andin buni vaqti kirgan bo'ladi. Kasair sunan boshqa sunnatlarga o'xshash. Ya'ni hozir sahibaning dalili nima? Qiyas. Nish kafir kelgandikilar dalilning bo'ldi, qiyas bo'ldi. O'xshashdi bor. Demak sahiban mo qiyas qildi, Abu Hanifa mo qiyas qildi hozir. Wal aslu fihi mush masalda vitrning hukmi to'g'riliq kelgan asos dalillarning biri qavluhu sallallohu alayhi vasallam innalloha ta'ala zadakum salatan fasalluha ma bayna al-isha'i al-akhirati ila tulu'il fajr. Alloh taolo sizlarga bir namozni
ziyoda qilib berdi, ortiq belgilab berdi. Uni xutdan bilan tong atqicha oraliqda o'qinglar. Asha al-axira qaysi namoz? Xutdan. Asha ayndab. Ikki asha bo'lsa namozsham bilan xuttanni bildirdi. Asha al-axira degan xutdan. Adam yadamda xutdan bilan tong atqicha oraliqda o'qinglar dedi. Mushu hadis Abu Hanifa'nın ikkili qarashiga dalil bo'ladi. Biri vitr vojib degan, zadakum degandan vitrning vojibligini chiqadi. Fasalluha ma baynal isha wal akhira ila tulu'il fajr degan xutdan vaqtini tatib tong atgan qadar degan shu vaqt shu dedi. Endi mushu ikki qarash deylar. Ikki qarashning unda farqi qachon chiqadi? Biraydan xutda o'qimay turib, bash vitrni o'qitib, masalan, vitrni o'qitibdi. Vitrni o'qitib keyin xutda o'qisa, vitr vaqtida ado bo'lgan bo'lamdi. Abu Hanifa'ning nazarida ado bo'lgan bo'ldi. Chunki vaqtida o'qidi. Xutani o'qib bo'lib o'qish shart emas. Ilgari o'qisin bo'ldi. Sohiban yo'q, buning vaqti ta kirmagan chog'da o'qidingiz. Vaqti xutani o'qigandan keyin kiritdi. Siz burun o'qib oldingiz. Xuddi namozning vaqti kirishdan burun o'qib olgandek hisob emas deb xutani o'qigandan keyin qayta bir qatim o'qinglar. Modelin maylis qasi ishmaka edenin bu başka çıkışmaka. Abu Hanifa akagan dalil bo'lishi kerak. Chunki zadakum salatan degandan Abu Hanifa buning vojibligini dalil qiladi. Vojib deganni chiqardi mushun. Nima uchun? Isra Marajda hiya khamsun va hiya khamsun dedi. Shunami? 5 vaqt namoz, lekin 50 vaqt hisob shu. Dedimi? Ana endi bir hadisda Arabiydan ders kelib, bir kech kunduz zaman qanchalik namozni farz qildi Alloh taolo degan chog'da 5 salovatin fil yawm wal layla illa an tatawwa dedi. Shunami? O'zing nafl o'qilsang, jeqin qanchalik o'qisan o'qi, lekin farz bo'lgan 5 vaqt namoz dedi. Vallahi la azidu ala hadza ketgandan keyin aflaha in sadaq. Unda ortiq o'qimayman dedi. Unda ortiq farz emasdi. Endi 5 vaqt namoz farz deb kelib 5 vaqt namozga bir namozni ortiq qo'shib qo'ydi yoki ortiq belgilab berdi degandan keyin bu vojib namoz ekan deb chiqadi. Biz sahobalarning qarshida biz xuttanni masalan azan chiqaramiz bu qo'qoqsanmi? Ondan vitrda taqatqanda yarim kecha o'qishga vaqt tepatga bo'lib yo'q. Shu bomdatgacha taqatgan qadar o'qish bo'ldi. Billa aqdni ulab o'qish kerak emas. Lekin burun cho'qin xuttanni o'qib bo'lgan bo'lish kerak. Xuttanni o'qimay o'qsang vaqt kirmagan bo'ladi. Çünkü bu vitrning vaqti hozir sohibaning nazarida xuddi buning muayyan bir cheki yo'qdek. Bu odam o'zi belgilab olgandekmiz. O'zi qachon xuttanni o'qisa shu chog'da vitrning vaqtini o'zi belgilagan bo'lgandek. Albatta boshqa namozni o'qishim bo'ldi. Mayli. Chunki orliqdan da tahajjud o'qiydi. Ya'ni salatul layl matna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir. Ashunda ishkirkatdan o'qib tanitib qolgandek deb qazg'atchida vitr o'qitdi. Vitr o'qitgandan keyin yutaru lahu ma qad salla o'qganimiz hammani taqib turdi. Islom vaqtining oxiri tong urgan qadar debdi. Ba'zilar soat 5 deb kelsa, bu kun faqat kirib yana turgan gaplar ketimiz bu vaqtimizda ishqini qilib namozga qolib bir kundan namozga o'tib ketgan bo'ldi. Hijriy kalendarda yeni kun qachon kirdi? Birinchi qarash asrdan keyin, ikkinchi qarash uchinchi qarash 13 bo'lgan chog'da bomdat to'rt qarash o'tdi. Hozir hijriy kalendarda yeni kunning kirish vaqti, boshlangan vaqti sham, kun patgandan keyin yeni kun kirdi. Kun patgandan keyin bu o'tib ketgan shu asr yo peshmanmasa ilgirki kecha bilan birga bir so'tkish ketgan bo'ldi. Yeni so'tkining boshlanishi kun petib bo'lganda shu qizil shafaq boshlangan chog'dan tortib yana nima chiqdi? Yangi kunninki tunji namoz xutdan bo'ladi. Sham bo'ldi. Sham bo'lsanda shamdan undan keyin bomdashnama ondan peshmasir. Shu ba'zi ulamolar salatul usta degan salatul fajr. Chunki sham bilan xutdan peşin bilan asr o'ttirib bomdatda. Shunga masalan ata juma. Hozir biz turayotgan kecha jumaning kechasi deymiz. Laylatul juma bo'ldi. Laylatul xamis emas.
Nima milodiy kalendar bo'yicha soat 12dan bu yon qilinadigan bo'lsa, bu kecha hozir nimaga tavadik? Payshanbaga tavadik. Buni bir xilof yo'q-ku. Yo. Xudo bo'lsa masalan 27-si Biz qurbaniyat ketsa, vaziyat ketsa. Shuna biz masalan oxirgi 10 kunda etkab kirmoqchi bo'lsak, kun patgan chog'da kiramiz. Yani bir kecha burun kiramiz. Ondan heytda etkabni yani to'xtagan bo'lsa qanday qilamiz? Ya ro'zini to'xtat. Kun patishilarlar to'xtat. Kechirdilar. Asrda almashdi desak, xuddi bu bir so'tkanimizning oxirgi namoz hisobida bo'lib o'tilgandek ahvol bo'lishi. Bomdatda almishi yerim kun hisobida. في صفة الوتر في صفتها دغو عشان تلاشتها شو هذا في صفة الوتر دايمس ياكي وقت الوتر deganga qaytib tursaqing bo'ldi. Chunki bu ikki narsani o'z ichiga oldi. Hukmini o'z ichiga oldi, vaqtini o'z ichiga oldi. Shamda yemkin boshlangan shu vaqt soat usta bomdatamiz qoladi. Shuni ulamolardan ba'zilar bomdat namozi salatul usta deb qaragan. Xili bir qism ulamolar bomdat namozi deb. Yani salatul usta masalasida ikki qarash shu jalliqroq qarash shu. Fajr yoki asr. Yani Sahih Buxoriyda salatul usta salatul asr deb kelgan. Bunun dalil jalliq. Bayatda sizlarga shu masala malaiklar aytganda bomdat shu kundan başında shu bomdat qolsa, o'sda shu esroq bo'ldi. Demak, yani kecha bilan kunduzning o'rtasida bir yarim kun tugagan chog'da bir almashadi. Butun kun tugagan chog'da bir almashadi. Asrda bir almashib, bomdatda bir almashsa, har yarim kunda bir almashib turgandek. Fasalluha ma bayna al-isha ila akhirati ila tulu' al-fajr. Ba'zi rivoyatda ala wa hiya al-witr deb kelgan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب الإسفار بالفجر. Endi hozir namozning vaqtini belgilab bo'ldi. Boshlanish nuqtasi, tugash nuqtasi deb. Endi hozir shu orliqda qachon o'qisak eng afzal degan masalaga yetkazildi. O'tirin sonini keyin bayon qilish kerak. ويستحب الإسفار بالفجر. Bomdatni tong yo'rg'on vaqtida o'qish mustahab bo'ladi. Asfara degan mana shunda yo'rg'onlikni bildirgan so'z. Mush masala ulamoning ikki qarashi bor. Birisi yo'rg'onda o'qish afzal, bu Hanafiy mazhabining, Shafiy mazhabininki tag'lis qilish afzal deydi. Tag'lis degan qop-qorong'ida bomdan vaqt kirdi, tong otdi. Bomdan hozir azon chiqqandan keyin qarang vaqtda o'qitish. O yo'rg'on vaqtda saqlamaslik. Shafiy mazhabining shuna yuqorida fa deb yozib qo'ydi. İmam Şafii at-taghlis afdal deydi. Mesela taghlis. Siz bomdan o'qib chiqsalar, bizning vujudda azon to'laydigan yoki undan keyin yarim soatdan keyin bizning vujudda o'qiydigan vaqt bo'ldi. Meni azon bo'ldi. Yani bu yarim soatdan keyin o'qiladi debmiz. Misrning azonning burun to'litish masalasida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar 10 minut burun to'litdi deb qaraydi. Jadul Haq rahmetullahi alayhi vafatulash oldida shu bomdatning vaqti masalasini o'zgartiringlar deb vasiyat qilib o'tdi. Ulamolarning bir qismi Misr, Saudiya Arabiston bomdatga azon o'qigan vaqt 12 minut yoki 14 minut ilgari deb qaraydi. Shu Saudiya Arabistondami? Yani bu ba'zining qarashi, hammaning emas. Shu Saudiya Arabistondami uyda namoz o'qiydiganlar, masalan, ayollar ya qaraychilar masjidda azon to'lg'an vaqtida gachida o'qimay 15 minut o'tkazib o'qinglar. Bo'lmasa namozning vaqti kirishdan burun, tong otishdan burun o'qisanglar deganlar bor. Ya'ni bumi bunda bir ko'chadagi odamlar emas, shu universitetning professorlaridan, shayxlardan deganlar bor. Misrda shunda. Hamda tag'lis degan ashuna qarong'ida o'qish, ya'ni tong otgandan keyin qap-qarong'ida o'qish. Isfar degan shunda chiqsaq masalan odamni to'nuqloldigan 5-6 metrdan odamni to'nuqloldigan, lekin kun chiqmagan vaqt. Hamda shu isfarni qachongacha kechiktiramiz, qachongacha kechiktirish afzal desa, Hanafiy mazhabdagilar namozni tugatgandan keyin bomdat namozini o'qib bo'lgan vaqtida bomdat namozi 2 rakat yana azod o'quvchilik vaqtini qo'yib qo'ygan shaklda kechiktirsang
mush mustahab deb qaraydi. Masalan, qanday biz fikirga masalan 5 minut o'qib qolamiz deydi. Soat 5:20 da bundan vaqt chiqdi deydi. 5:20 chiqdi ekan. 5dan 20 o'tgan chog'da o'qiysan. Yani 5dan 25 o'tkish o'qidim, shunami? U 5 minutcha oxirgi 5 minut desa, agar bunda namozda bir xalal bo'lib qolar, bir chataq chiqar. Ya namozimiz qanday qilib buzib o'tib qoldi bu joyda. Ya bir ish bo'ldi, namozni qayta o'qish bo'lib qolsa, qayta o'qib ulguradigan bir vaqt qo'yib o'qisang, ya'ni ashunda darajada eng aql tartib o'qisang shu afzal. Albatta bu isfar afzal, tag'lis afzal degan har bir qarashning bir duva dalillari bor. Hammasining zodi endi say dalillari bor buni. Ikki standartni kelgan. Agar Misrda olsanglar, jamoat shu chog'da bo'lgandan keyin Misr tag'lis qilamiz. Turkiyada yo bizning yurtda o'qib olsanglar, jamoat shu yurtda endi o'qigan bo'lsa, jamoat bilan birga endi o'qish shu afzal. Yurtda masalan, oy namoz vaqti chiqdimdiki bu, namoz vaqti chiqib bordi deb bunda tikildab o'tdasi u bixrama o'tilib o'tirdim. Ya imom saqlaydi, ya imom bosima tegib tushmaydi. Ba'zidan tutib bu namoz vaqti chiqib boramandir. قال ويستحب الإسفار بالفجر لقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر. Bamdatni yuritib o'qinglar degan so'zga asosan yurg'andiroq o'qish mustahab. Va fi rivoyatin nawwiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Nawwiru deganmi shu sal yurg'anda demakchi. Yo'q, bu sayyid ismi bu. Lekin asfiru bil fajr degan az bo'lishi mumkin. Ya bizninkida hadisun sahih akhrajahu Abu Dawud. Biznikida shunda yanda biznikida bo'lmasa bu sayyid deyolmaymiz endi uni. Hanafi mazhabda u darajada qo'dab aqlamaymiz endi. Lekin bu yerda sayyid debdi. Mana qaranglar, fa innahu a'zamul ajr. Shunda o'qisanglar, yo'rtibroq o'qisanglar, buning ajri katta. Yani bir mazhab müşini sel kestirib o'qishdan afzalligi dalil qildi. Va qala at-Tahawi, Abu Ja'far at-Tahawi shu aqida Tahawiyaning muallifi, bu olim debdi, yabda'u bit-taghlis. Qarang vaqtda namozni boshlaydi va yahtimu bil-isfar. Yurgan chaqda namozni oyoqlashtirdi. Demak, har ishli vaqtda bu namoz bo'lgan bo'ldi. Bu ish qarashni unda jamlab qildi. Jam'an bayna ahadith at-taghlis wal-isfar. Nima uchun desam, taghlis haqida kelgan hadislarmi? Sayyid islar, isfar haqida kelgan hadislarmi? Sayyid islar. Davomga har ikkisiga amal qilish uchun bunda o'qiymiz deb aytdi. Wal-ibradu bil-zuhri fi as-sayf. Yoz kunlarda, tumuz oylarida peshimni havo salqindiganda o'qish afzal yoki mustahab. Yani saat tushganga qadar kechiktirish demakchi. Kishilar namozga mangan chog'da masalan tamning soati tushsa, tamning soatiroq kelib oldigan bo'lgan qadar. Lima ravayna yuqorida biz rivoyat qilgan hadisga asosan qaysi hadis? Abridu biz-zuhri fa inna shiddatal harri min fayh jahannam va taqdimuha fi ash-shita. Qish kunlari dastlabki vaqtidaroq o'qish مستحب بلده لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإن كان الصيف أبرد بها. قال وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. أسرنا كن özgürlük etmeyen bolsa sal aqıqda keçiktirip okuş mustahab. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر. عند مشاهدسine aciz ep qardırdım Allah. Eserini keçiktirişli buyurgan yani. Lekin Hanafi mazhab qarashida buni mustahabkiga boshqa hadislarni dalil keltirdi. وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتذكير بالمغرب والتنوير بالفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabeleri yani hammaylar mujna qaraydi demakchi. Asrni kechiktirishga ittifoq.
Şamni dastlabki vaqtida o'qishga ittifoq, Bag'dodni yo'rg'onda o'qishga ittifoq demoqchi. Takbirni xatomi? Tabkirdan var. Yok. Aslında sahide bakıyorum. Yok o sayılmaz. Makrama isnaduhu da'if ve metnuhu munkar. في عبد الواحد بن نافع الكلابي وهو ضعيف. أنسلو أخرجه البخاري أيضا بعد ما شما يا ما ذكرتم وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. بخاري تاريخ الكبير يعني كتاب ده رواية كل سيد البخاري دماس. دار قطني مو هذا حديث ضعيف من جهة عبد الواحد هذا لبتون. تك أكثر رافع بن حديثدن كشتميتي diye rivayet etken. Dağınken bekleme acı vakittim. Bunda aciz çıklarsa aciz diyiş lazım. Bunda diyelsek oldu. Yani mezhep bizim amrağlığımız şunda bolsa mı? Aciz diskep kalsa, aciz karış olup kalsa aciz mı diyelsek oldu. Ama işkinlersen tenvir bil fecr gen şu meselede seyyedis var. Yani şu Bag'dodda yo'rg'on chaqda o'qish to'g'riliq shunda ekan. Lekin manda shaklda ma qurilmadan kelgan biz aciz. Wal mu'tabaru taghayyurul qursi lad-daw' alladhi 'ala al-hitan. Quyosh o'zgarib ketmagicha dedi-ku. Qanday o'zgarishini deysiz? Desa, tamg'i tushgan oftob yo'riqlikdan o'zgarish emas. Quyoshning to'qishi o'zgarishi deydi. Qanday o'zgarish? Masalan, asrning dastlabki vaqt kirgan chog'da quyosh qarasak qarayolmaymiz. Ko'zimizni tutib ketadi. Lekin bir muddatdan keyin bunda qarasak qarag'ili bo'lgan, salamda nuri ajizlab qarag'ili bo'lgan vaqt bo'ldi. Shu chaqam tag'ayyurishimiz bo'ldi. Qariyalaydigan bo'lib qolgan qadar kechikmay, uning sal burun o'qiydigan kechiktirsang mustahab demakchi. Lekin qariyalaydigan vaqtda o'qishcha bu vaqtda, lekin sen makruhlik vaqtda kirib qoladi. Chunki sarg'aygan chaq, kun patay deb qolgan chaqqa kechiktirish makruh. Qala va ta'jilul maghrib, ya'ni mustahab bo'lgani Shamni dastlabki vaqt bilan burilib o'qish. Fi zamani kulli, ya'ni yil bo'yi demakchi. Yoz bo'lsin, qish bo'lsin. Lima taqaddam, yani yuqorida Rasulullohning sahoba kiramlari hammasi birdek Shamni ashida dastlabki vaqt bilan o'qildi va tabkir bil maghrib degan rivoyat shu. Ya'ni bir hadisda la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul maghrib. Yani Shamni kechiktirmagan bo'lsa, ummatim yaxshi holatda turdi. Shamni kechiktirgan bo'lib qolsa, ahvol chatoq demoqchi. Wa liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la tazalu ummati bi khairin ma lam yu'akhkhiru al-maghriba ila an tashtabika an-nujum. Ana yerda kelibdi mana. Ummatim salomat turdi deydi. Shamni kechiktirib salomat turdi. Qachon kechiktirib desa, yulduzlar chiqayotganga qadar kechiktirmasa, ummatim yaxshi turgan bo'ldi. Qala va ta'khirul isha'i ila ma qabla thuluthil layl. Kechining 3dan 1dan burunroq vaqtga xuftanni kechiktirish mustahab. Thuluthul layldan shada. Thuluthul laylil awwal mu thuluthul layl akhir maqsad. Bu avval maqsad emas. Thuluthul layldan, thuluthul laylni biz qanday hisoblaymiz? Biz ma kalendar bo'yicha, bizning o'zimizning hijriy kalendar bo'yicha kun petishi bilan yana bir chisla kirdi dedi-ku. Undan keyin kech kirdimda. Kunduzi keyin kirdi. Lekin kech shunda kirgan ekan, kun patgan chaqda soat 6 patdi. Shuni uslay hisoblasak 6 kun chiqdi. 12 soatmi? 12 soatni 3 ga bo'laylik, 4 soat bilan keldi. Zaman 6dan 10 qadar thuluthul layl awwal. 10dan 2 qadar thuluthul layl al-awsat. 2dan 6 ga qadar thuluthul layl al-akhir. Ashi Alloh taolo tushib, qana istig'for aytadigan, tilaydiganlar bormi? Ijobat qilay deydigan vaqt. Thuluthul layl al-akhir. Shunday hisoblaymiz. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. Ümmetimge capa bu qammasın demesem, xubtanni
kechining 3dan 1ga qadar kechiktirishga buyurgan bo'ladi. Ya'ni mesela 6'da sham bo'lgan chog'ni desak, soat 10 qadar. Lekin o'chaq kechiktirsa, ba'zi odamlar uxlab ketadi, o'g'il o'tirib to'xtan jamoatlar o'qitib deb ular qizinib ketadi. Shuna japa qilib qo'ymay deb burungi vaqtlarda o'qigan. Hal mushunda degan bo'lg'achqa Rasululloh fadalla ala annahu afdal. Musho afzalkan. Xuddi masalan lavla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-silak 'inda kulli salat yani. Shu afzal mana. Wa ta'khiruha ila nisf al-layl mubah. Kechining yarmiga qadar kechiktirish mubah. Kechining yarmi 6 namazdan bo'lgan taqdirda kechining yarmi 12 bo'ldi. Lekin soat 8da 9da namazdan bo'lgan bo'lib qolsa, o'chaqda yurishib ketadi. 12 qadar deyla masalan 6 namazdan bo'lgan chaqda 12 qadar kechiktirish mubah. Va ila ma ba'dahu makruh. Undan keyingi kechiktirish makruh. Nima uchun desa, li'annahu yuqallilu al-jama'ata min ghayri uzrin. Uzrsiz jamoani kamaytiradi. Ammo shu jamoat hammasi shu chaqda kechiktirib o'qiydigan va isbotlashgan hammasi kiradigan bo'lsa, kechiktirish afzal. Afzal. Chunki oxirgi vaqt fazilatli vaqt. Alloh taolo sizlarni tushib, qana duo qilganlar bormi? Ijozat qilaman deydigan shunda bir fazilat vaqt bo'lg'achqa yaxshi. Ya o'chaqda shu jamoatdan qolgan bo'lg'achqa makruh dedi. Ya, çünkü farzımızda vaidni kelganimda o'rnimga birsini imom qo'yib, tanishmalni kuydiratday deb nima qildim dedi-ku. Tarafi bo'lgan ekan, ig'rishib ketdi. Kechiktirishdimi? O'xshash. Sunnatni uyda o'qigan, lekin uxlab qolmaydigan, kim eli o'qiyman deb uxlab qolib, qo'ldan bir qo'ymagan odatda bo'lsa, kechiktirib o'qisa yaxshi. Oxirgi 3dan 1. Qala va yustahabbu fil vitri akhirul layli. Vitrning afzal vaqti qaysi? Albatta uning vaqti xuttanning vaqti shu dedi. Xuttanda sulusul avval qadar kechiktirish zaman soat 6da sham bo'lsa 10 qadar kechiktirish dedi. Vitr desa, vitrni kesin eng oxir qadar tang'ishdan burungi vaqtlar, suhurlik vaqti qadar kechiktirish afzal dedi. Fa illam yathiq bil intibahi aw tara awwalahu. Agar uxlab qolma, uyg'onmayman deb qolsa, kechining dastlabki vaqti bilan vitr o'qitdi. Lima rawa Jabirun anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Man khafa an la yaquma akhir al-layli falyutir awwalahu." Keching oxirda qo'polmay qilishidan ansirgan kishi keching dastlabki bilan vitr o'qisin. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره. Keyin oxirgi mazgilda, oxirgi soatlarda, yoki thuluthul layl akhirda o'g'inalayman, qo'polayman degan kishi oxirda vitr o'qisin. Chunki hadisda ij'alu akhira salatikum vitran degan. Me'adabton fa inna salata akhiril layli mahduratun. Chunki keyin oxirgi soatlarda o'qigan namoz mahdura, ya'ni farishtalar, rahmat farishtalari keladigan, ashada qarab turadigan, qatnashadigan namozdir deydi. Va zalika afdal. Bu tahim afzal. Bandan oldi. Bandat bulashdan ilgari, tang'ishdan ilgari o'qisin demoqchi. Yana sayyidista Hazreti Ayşe rivayet qiladi, intaha vitruhu sallallohu alayhi vasallam ila sahar degan. Rasululloh vitrni asan ba'zi disfillarda o'qib, keyin o'rning oxirgi vaqtida vitrni shu suhur vaqtida o'qiydiganga to'xtalgan, muqimlashgan. Masayidisi. هذا والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bugun o'qigan darsni boshlab o'qimay bordim. Yo'q, vutira ahlahu. Nima uchun?
أهله مفعول به هذا لكن نائب فاعل محذوف نائب فاعل محذوف لمن تقديره الرجل يعني هو فكأنما من بيان دماغه أشكشه هو دينستما فكأنما وتر هو أهله وماله أشكشه آية توابات مضمون كدن أيري بترجندك بلده وترى هذا من بلده إشك مفعولنا متعدي قدام في بلده تمام ولن يتركم أعمالكم كم دجان بالمفعول أعمال دجان بالمفعول لكن برنج مفعول هذا لا يفعل بلده جعلها قاعدة للوضوء فدل أنه آخر وقتها وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب برواية غيرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس ولا خلاف فيه وآخره ما لم يغب الشفق بقوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق والشفق البياض الذي يبقى بعد الحمرة قال والحمرة وهو رواية أسد عن أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أشد بار رضي الله عنهما وبدأ قرصلا هذا شكو ما أشد بار وعن ابن عمر رضي الله عنهما كتاب تا يزلق أماس شو يزلق أماس لكن شو كونumuzda يزلق أمده أشندا sahabe kiramdan ismi chiqqan chaqda tarbiya qilishimiz lozim. Olimning ismi chiqqanda rahimahulloh degandek. قوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق وعن ثعلب أنه بياض وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ رضي الله تعالى عنهم. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء بلا خلاف وآخره ما لم يطلع الفجر. هذا وقال رحمهم الله وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم سبحانك اللهم وبحمدك